Bugun sizlar bilan qorako'l shubalari obzorini ko'ramiz. Bosh kiyim xolisanglar, bosh kiyimlarimiz bor. Nimcha xolasangiz, nimchalarimiz bor. Erkaklarga, ayollarga, xudo xolisa hammaga vibrlarimiz bor. Ko'rsanglar bo'ladi, bu yerda hammasi kalta variantlar. Qisqacha ko'rib o'tamiz. Angliyskiy yoqali, poyezd oldindan qilingan, ichidan qilingani ham bor. Chap qo'limda ushlab turganim ochiq grafit ranglisi, bu to'q grafit ranglisi. Bu ayollarga. Xo'p, xuddi shundan qorasidan bor ekan. Qorani ko'ramiz, mexlar ham yaxshi qo'yilgan, qorako'l ham qo'yilgan bunda. Bunda asosan norka отделкасы ko'proq. Bunda e'tibor bergan bo'lsanglar, qorako'l prosent ko'proq. Qorako'llar ham ishlanganda hammasi gullari juda chiroyli bo'lib ishlangan. Podborkalari bir xilda, ulangan joylar umuman ko'rinmaydi. Butun yaxlit qilib qilingan. Keyingi fasonimiz qora rangli varianti, stoyka yoqali qilingan. Broshka qo'yilgan, broshkani olib ham kiysa bo'ladi, qo'yib ham kiysa bo'ladi. Xolasanglar alishtirib beramiz. Qo'llari transformer, yechib ham kiysa bo'ladi, zamok qo'yilgan. Garantiya beriladi hamma narsaga, qorako'l shubalarga ham, norka shubalarga, hamma narsaga xudo xolisa garantiyalarimiz bor. Keyingi fasonimiz kimono yoqali varianti, juda chiroyli fason. Belvoli, belvosiz har xillaridan bor. Vibrlar ko'p. Menga arzonroq narsa kerak desanglar, mana shunaqa arzonroq chiqadigan variantlar ham bor. Sifati lekin zo'r, xudo xolisa italyanskiy kashmir qo'yilgan, полностью kashmir prosentlari ko'p. Qo'lida norka отделкасы, yoqasida norka отделкасы bor. Bu yog'i полностью svakara, qorako'llik. Bu yoqda bo'lsa mujskoylarimiz. Qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Keyingi videolarda xudo xolisa bulardan ham podrobni obzor qilib beramiz. Qo'lligi bor, mana shunaqa angliyskiy yoqali nimchali variantlari. Zakazga xohlagan uzunlikda, xohlagan rangda qildirib beramiz. Ranglari ham ko'p xudo xolisa. Endi ketdik, uzunlarini ozgina obzor qilamiz. Bu yoqda yana bitta kaltasidan bor ekan. Fasonni ko'rsanglar bo'ladi. Transformer qilingan. Buni uzuni ham bor. Qo'li yechilishini ko'rsatib o'tamiz. Oson yechiladi. Qo'lini kalta qilsa bo'ladi. Buni sal uzunroq varianti bor. Tegini ham yechib kiysa bo'ladigani bor. Juda chiroyli fason. Keyingi fasonimizni ko'ramiz. Uzunligi 120 sm-lik, juda chiroyli qilingan. Yoqani oldini yopib ham kiysa bo'ladi, ochib ham kiysa bo'ladi. Rangi juda neobычный. Yarim qismi qorako'llik, tegi norkali qilingan. Keyingi fasonimiz xuddi shuni kaltasini ko'rgan edik, bu uzun varianti. Yoqasi kimono. Xolisa bu yil mana shunaqa yoqali shubalar moda bo'ladi. Yoqasi stoyka emas, kimono deyiladi. Juda chiroyli yoqa. Uzunligi 120 talik ham. Rangi to'q grafit, agar rangi yoqqan bo'lsa, to'q grafit deyiladi. Keyingi fasonimiz, fasonni ko'rsanglar bo'ladi. Uzunligi sal kaltaroq, 110 sm-lik, yoqasi stoyka qilingan. Broshka qo'yilgan, broshkalarni aytib o'tganimdek alishtirib beramiz. Xolasanglar olib ham kiysa bo'ladi, qo'yib ham kiysa bo'ladi. Bunisiga qarab emas, fasoniga qarab, xolisa shuba tanlashinglarni maslahat beramiz. Keyingi fasonimizni ko'ramiz. Angliyskiy yoqali qilingan. Bularga moslab ro'mollar ham kiygizib qo'ydik. Bunda ham xuddi shunaqa yoqani yopib kiysa bo'ladi, ochib kiysa bo'ladi. Qorako'l kachestvasi ham, norkani kachestvasi ham yaxshilari qo'yilgan. Xudo xolisa bularimizni ham chegirma narxda qildirib beramiz. Sizlarni do'konimizda kutamiz. Chegirmalarimiz hali ham davom etyapti. 10 iyungacha shoshib ulgurib xarid qilinglar.